Mukammal hayot shunaqami? Bu dunyoda mukammal narsa mavjud emas. Bu kulgili ko'rinsa ham, biroq rost. Oddiy odam mukammallikka mahliyo bo'lib, unga intiladi. Biroq bu mukammallikdan nima ma'no? Umuman hech qanaqa. Mukammallikdan nafratlanaman. Mukammallikdan yuqoriga intila olmaysan. Mukammallikka kelganingda tasavvur qilish ham yo'qoladi. Ya'ni bilim va qobiliyatlarni olishdan ma'no qolmaydi. Tushunyapsanmi? Bizadek olimlar uchun mukammallik faqat afsuslik olib keladi. Bizi narsalarni oldingilaridan yaxshiroq yaratishimiz shart. Mukammal bo'la olmaymiz. Olimlar bu paradoksdan nafrat emas, xursandchilik olishi kerak. Kechir. Sana mukammallik haqidagi so'zlaring quloqimga yetgan zahoti yutqizib bo'la qoldi. Qisqasi, endi seni jinni olim deb atashadi.